Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun bugun Minecraftda mana mob qurollar modini ko'ramiz. Qani unda ketdik do'stlar. Birinchisi ariq quroli, qani nima qiladi? Zo'r ekan deb ko'rdim. Endisi armadillo. Fay aka, juda ham zo'r qilar ekan. Xullas, yana bitta qilib ko'raylik. Yo'q, fay. Vashim zo'r. Keyin yana bir marta. Minecraft qotib ketdi. Vashim zo'r mod do'stlar, sizlarga ham tavsiya qilaman bu modda. Esa Blazely qurol. Endi bu nima qiladi? Tornado hosil qilar ekan do'stlar. Tornado. Bu esa nima qildi? G'alatiroq narsa ekan, uncha tushunarsiz. Bu golem. Dahshat qobiliyati bor ekan do'stlar. Endiksi bular bermaydi o'zi. Xullas, bu Ranger zombini qo'lida tars urar ekan zo'r. Blazeniki ham zo'r. Yana har xillari bor menda. Mana dragon. Rosa ko'p. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz budjetdan. Endi esa do'stlar yalmog'izniki dahshat ekan do'stlar. Endi esa tovuqniki tovuq paydo qilib qo'ydi. Mayli. Voy, dahshat katta joydagilar ekan, zo'r dahshat. Tovuqnikiga kelyapti. Tovuq meni urmoqchi bo'lyaptimi? Bittagina jonim qoldi tovuqni deb. Cho'chqa quroli bilan uni o'ldirib. Cho'chqa qurolni meni o'ldirib qo'ydi do'stlar. Bugungi video tugadi. Like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Mayli.